Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim havo va suvdek zarur bir masala haqida gaplashamiz. Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Chunki biz muhokama qiladigan ma'lumot har bir uy-joy egasiga taalluqli va shuni ochiq aytishim kerakki, aprel oyi oxirigacha amalga oshirish zarur bo'lgan jiddiy bir qadam bor. Kechiktirishning oqibatlari kutilmagan va yoqimsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumotni bilish majburiy hisoblanadi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, uzoq yillar davomida bizning mamlakatimizda ko'chmas mulkni rasmiylashtirish tizimi juda murakkab, qog'ozbozlikka asoslangan va ba'zi hollarda shaffof bo'lmagan edi. Kvartira yoki uylarning egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar asosan eski shakldagi qog'oz texnik pasportlar, notarial idoralar tomonidan berilgan oldi-sotdi shartnomalari yoki meros guvohnomalari kabi shakllarda mavjud edi. Bu hujjatlarning har biri o'z vaqtida amal qilgan bo'lsa-da, ularning barchasi bir markazlashgan raqamli tizimda to'liq aks etmas edi. Ko'pchilik fuqarolar o'z kvartirasining qonuniy egasi ekanligiga ishonch hosil qilish uchun faqatgina qo'lida turgan qog'oz hujjatlarga tayanardi. Bu hujjatlar yo'qolishi, shikastlanishi yoki soxtalashtirilishi mumkin edi. Bu esa jiddiy muammolarga olib kelardi. Davlat idoralari o'rtasida ham ma'lumot almashinuvi sekin va qiyin kechardi. Bu esa ko'chmas mulk operatsiyalarini cho'zib yuborar, ba'zan esa firibgarlik holatlariga sharoit yaratardi. Masalan, bitta kvartira bir necha marta sotilgan yoki uning haqiqiy egasi aniqlanmay qolgan holatlar ham afsuski uchrab turardi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz ko'chmas mulk tizimini raqamlashtirish va shaffoflashtirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirdi. Endi har bir kvartira, har bir uy-joy yagona raqamli kadastr tizimida ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Bu tizimda mulkchilik huquqi, kvartiraning texnik parametrlari, maydoni, xonalar soni, manzili va hokazo raqamli ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Maqsad birinchi navbatda mulkchilik huquqlarini ishonchli himoya qilish, firibgarlikning oldini olish, ko'chmas mulk operatsiyalarini oldi-sotdi, meros, hadya tezlashtirish va fuqarolar uchun qulaylik yaratishdir. Ikkinchidan, bu tizim davlatga ko'chmas mulk bozorini yanada samarali nazorat qilish, soliq yig'imlarini to'g'ri hisoblash va shaharsozlikni rejalashtirish imkonini beradi. Nima o'zgardi? Endi sizning qog'oz hujjatlaringiz, agarda ular raqamli tizimda aks etmagan bo'lsa, kelajakda amalga oshiriladigan har qanday huquqiy operatsiya uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Ya'ni kvartirangizning raqamli izi bo'lmasa, siz uni sota olmasligingiz, garovga qo'ya olmasligingiz yoki meros qoldira olmasligingiz mumkin. Bu juda jiddiy oqibatdir va aynan shu sababli ham siz aprel oyi oxirigacha tegishli choralarni ko'rishingiz shart. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak va kimga kerak emas? Keling endi bu vaziyatni batafsil ko'rib chiqamiz. Chunki tushunmovchiliklar yuzaga kelmasligi uchun har bir jihatni aniq bilishimiz kerak. Nimalarni bilish kerak? Avvalo, siz o'z kvartirangizning kadastr ma'lumotlari raqamli tizimda mavjudligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Bu asosan davlat xizmatlari markazlari orqali yoki kadastr agentligining hududiy bo'limlari orqali amalga oshiriladigan jarayon. Sizning maqsadingiz eski qog'oz hujjatlaringizni yangi raqamli formatga o'tkazish, ya'ni mulkchilik huquqini raqamli ro'yxatdan o'tkazish va zarur bo'lsa, yangi namuna asosida texnik pasport olishdir. Yangi texnik pasportlarda ko'pincha QR kod mavjud bo'lib, u orqali kvartira haqidagi barcha ma'lumotlarni bir zumda tekshirish mumkin bo'ladi. Kimlar xavotir olish kerak? Bu masalada eng ko'p xavotir olish kerak bo'lgan shaxslar quyidagilar. 1. 2010-yildan oldin kvartira sotib olganlar. Agar siz kvartirani 2010-yildan oldin, ya'ni raqamli ro'yxatga olish tizimi keng joriy etilmasdan oldin sotib olgan bo'lsangiz, demak, sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar to'liq raqamlashtirilmagan bo'lishi ehtimoli yuqori. O'sha paytda berilgan texnik pasportlar va notarial shartnomalar qog'oz shaklda bo'lgan. Misol, Bobur aka 1998-yilda Toshkent markazidagi 3 xonali kvartirasini sotib olgan. Uning qo'lida eski namuna asosidagi texnik pasport va notarius tomonidan tasdiqlangan oldi-sotdi shartnomasi bor. Bobur aka shu yillar davomida kvartirasini hech qanday rasmiy operatsiyalarga jalb qilmagan. Endi u aprel oxirigacha o'z mulkini raqamli kadastr tizimiga kiritishi, ya'ni mulkchilik huquqini qayta ro'yxatdan o'tkazishi shart. Aks holda, kelajakda kvartirasini sotishga
yoki farzandlariga meros qoldirishga uringanida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Masalan, sotib oluvchi yangi tizimda Bobur akaning mulk huquqini ko'rmasligi yoki bank ipoteka kreditini rasmiylashtirishda muammolar paydo bo'lishi ehtimoli bor. 2. Meros qilib qoldirilgan kvartiralarning egalari. Agar sizga kvartira meros qilib qolgan bo'lsa va siz uni o'z nomingizga to'liq rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, ya'ni meros guvohnomasini olgan bo'lsangiz lekin mulkchilik huquqini kadastrda o'zgartirmagan bo'lsangiz, siz ham xavotir olishingiz kerak. Misol, Dildora opa 2 yil oldin vafot etgan otasidan 2 xonali kvartira meros qilib olgan. U notarial idoradan meros guvohnomasini olgan, ammo shundan so'ng mulkchilik huquqini kadastr organlarida o'z nomiga rasman o'tkazmagan. Kvartira hujjatlari hali ham otasining nomida. Bu holda Dildora opa ham aprel oyining oxirigacha o'z nomiga mulkchilik huquqini rasman raqamli tizimga kiritish kerak. Agar u buni qilmasa, kvartiraga egalik qilish bo'yicha kelgusida muammolar tug'ilishi mumkin. Chunki tizimda kvartira hali ham marhum otasiga tegishli bo'lib qolaveradi. 3. Kvartirada ruxsatsiz qayta qurish, pereplanirovka ishlarini amalga oshirganlar. Agar siz kvartirangizda biron bir devorni buzgan, ko'chirgan yoki boshqa konstruktiv o'zgarishlar kiritgan bo'lsangiz va bu o'zgarishlarni tegishli organlarda qonuniylashtirmagan bo'lsangiz, sizning ham mulk hujjatlaringiz yangi tizimga mos kelmasligi mumkin. Misol, Alisher o'zining 2 xonali kvartirasidagi oshxonani kattalashtirib, unga qo'shni yotoqxonaning bir qismini qo'shib yuborgan. Bu o'zgarishni u o'z vaqtida hech qanday kadastr yoki qurilish organlarida rasmiylashtirmagan. Endi Alisherga murojaat qilib, o'zgartirilgan kvartiraning yangi texnik pasportini olish va uni raqamli tizimda qonuniylashtirish shart. Agar u buni qilmasa, uning kvartirasi texnik pasportdagi ma'lumotlarga mos kelmasligi sababli sotish yoki garovga qo'yishda katta muammolar yuzaga keladi. Jarimalar ham undirilishi mumkin. 4. Eski texnik pasportga ega bo'lganlar. Qo'lingizda eski, latta-putta bo'lib ketgan yoki Sovet davridan qolgan texnik pasportlar mavjud bo'lsa va sizda zamonaviy QR kodli texnik pasport bo'lmasa, bu ham siz uchun signal. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Bu muddatdan asosan quyidagi shaxslar xavotir olmasa ham bo'ladi. 1. Oxirgi 3-5 yil ichida kvartira sotib olganlar. Agar siz mulkni so'nggi yillarda sotib olgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizning mulkchilik huquqingiz allaqachon raqamli tizimda ro'yxatdan o'tkazilgan. Yangi namuna asosidagi texnik pasportingiz va mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnomangizda raqamli kadastr raqami mavjud bo'ladi. Misol, Zamira 2022-yilda yangi qurilgan uydan kvartira sotib olgan. Uning barcha hujjatlari, jumladan mulk huquqi guvohnomasi va texnik pasporti QR kodli va raqamli tizimda ro'yxatdan o'tgan. Zamira bu masala bo'yicha xavotir olmasa ham bo'ladi, chunki uning mulki allaqachon zamonaviy talablarga javob beradi. 2. Mulk huquqi allaqachon raqamli ro'yxatdan o'tganlar. Agar sizning kvartirangiz uchun allaqachon elektron kadastr raqami berilgan bo'lsa va bu ma'lumotlar Davlat kadastrlar palatasining yagona axborot tizimida mavjud bo'lsa, sizning ishingiz qilingan hisoblanadi. Siz buni o'z texnik pasportingiz yoki mulk guvohnomangizdagi QR kodni skanerlash orqali tekshirishingiz mumkin. 3. Yangi qurilgan uylardan kvartira olib, barcha hujjatlarni ishlab chiquvchi orqali rasmiylashtirganlar. Ko'pchilik yangi qurilgan uylardan kvartira sotib olganlar uchun barcha dastlabki rasmiylashtirish ishlarini qurilish kompaniyasi yoki yordamchi tashkilotlar amalga oshiradi. Bu holda ham sizning mulkchilik huquqingiz dastlabdan raqamli tizimga kiritilgan bo'ladi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va ko'zga ko'rinmas nozikliklar. Har bir qoida o'z istisnolari va o'ziga xos jihatlarga ega bo'ladi. Ko'chmas mulkni rasmiylashtirish jarayoni ham bundan mustasno emas. Bu yerda sizni kutayotgan ba'zi istisnolar, ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'zga ko'rinmas nozikliklar haqida gaplashamiz. Istisnolar 1. Davlat tomonidan tashabbus qilingan ommaviy ro'yxatga olish. Ba'zi hududlarda yoki ma'lum turdagi ko'chmas mulklar uchun agar davlatning o'zi markazlashgan holda barcha ma'lumotlarni raqamli tizimga kiritishni boshlagan bo'lsa, sizga qo'shimcha choralar ko'rish talab etilmasligi mumkin. Biroq bu juda kam uchraydi va bu haqida sizga alohida xabarnoma kelishi shart. Aks holda o'zingizning tashabbusingiz bilan harakat qilishingiz kerak. 2. Yangi qurilgan mulklarning dastlabki ro'yxatdan o'tkazilishi. Agar siz yaqinda yangi uydan kvartira sotib olgan bo'lsangiz va u sizning nomingizga rasman ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa, ya'ni kadastr agentligi tomonidan sizga mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnoma berilgan bo'lsa,
Bu degani sizning mulkingiz allaqachon raqamli tizimda aks etgan. Bu holatda qo'shimcha harakatlar talab qilinmaydi. Tuzoqlar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar. 1. Tezkor xizmatlarni taklif qiluvchi firibgarlar. Har doim shuni unutmangki, har qanday shoshilinch vaziyatda firibgarlar paydo bo'ladi. Sizga tez va arzon, hatto navbatlarsiz hujjatlaringizni rasmiylashtirib beraman deb murojaat qiluvchilar bo'lishi mumkin. Bunday takliflardan ehtiyot bo'ling. Barcha rasmiy jarayonlar davlat xizmatlari markazlari yoki kadastr agentligining vakolatli bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Hech qanday shaxsiy shaxslarga yoki shubhali tashkilotlarga hujjatlaringizni ishonib topshirmang. Bu mulkingizni yo'qotish yoki undan mahrum bo'lish xavfini tug'dirishi mumkin. 2. Hujjatlarning to'liq emasligi. Kadastr organlariga murojaat qilganingizda sizdan ma'lum bir hujjatlar ro'yxati talab qilinadi. Agar bu hujjatlardan birortasi yetishmasa, arizangiz qabul qilinmasligi yoki ko'rib chiqilishi cho'zilib ketishi mumkin. Har doim kerakli hujjatlar ro'yxatini oldindan aniqlab oling va ularni to'liq yig'ing. 3. Jismoniy mulk va hujjatlardagi tavsif o'rtasidagi nomuvofiqlik. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar siz kvartirangizda ruxsatsiz qayta qurish ishlarini amalga oshirgan bo'lsangiz, mavjud texnik pasportingizdagi chizmalar joriy holatga mos kelmasligi mumkin. Bu esa ro'yxatga olish jarayonida katta muammolarga sabab bo'ladi. Bunday holatda avvalo ushbu o'zgarishlarni qonuniylashtirish talab etiladi. Bu esa qo'shimcha vaqt va xarajatlarni talab qiladi. 4. To'lanmagan soliqlar yoki kommunal to'lovlar. Ba'zi hollarda agar sizning mulkingiz bo'yicha to'lanmagan mol-mulk soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlar mavjud bo'lsa, bu ham ro'yxatga olish jarayonini to'xtatib qo'yishi mumkin. Jarayonni boshlashdan oldin barcha qarzlaringizni tekshirib, to'lab qo'yganingizga ishonch hosil qiling. Ko'zga ko'rinmas nozikliklar. 1. Yagona tizimning ahamiyati. Yangi tizim shunchaki mulkchilik huquqini ro'yxatga olishdan iborat emas. U mulkning to'liq texnik tavsifi, qurilgan yili, qavati, maydoni, xonalar soni, materiallari va hokazo haqidagi ma'lumotlarni ham o'z ichiga oladi. Bu ma'lumotlar kelajakda shaharsozlik, sug'urta va boshqa sohalar uchun ham asos bo'lib xizmat qiladi. 2. Kommunal xizmatlar bilan aloqa. Kelajakda raqamli kadastr ma'lumotlari kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan integratsiya qilinishi mumkin. Bu degani sizning kvartirangizning rasmiy ma'lumotlari tizimda aks etmasa, kommunal xizmatlar bilan shartnomalar tuzish yoki to'lovlarni amalga oshirishda ham muammolar paydo bo'lish ehtimoli bor. 3. Mulk solig'ining qayta hisoblanishi. Kvartiraning yangi texnik pasportini olish jarayonida yoki ma'lumotlar yangilanganida uning kadastr qiymati qayta baholanishi mumkin. Bu esa o'z navbatida to'lanadigan mol-mulk solig'ining miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu jihatni ham e'tiborga olish lozim. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Sizning harakatlar ketma-ketligi. Siz aniq nima qilishingiz kerak? Qayerga borish, qanday hujjatlarni to'plash va nimalarni yozish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Unutmang, aprel oyi oxirigacha vaqt oz qoldi. Shuning uchun tezkor harakat qilish juda muhim. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Avvalo, sizning kvartirangizga oid barcha hujjatlarni bir joyga to'plang va sinchiklab tekshirib chiqing. Sizda qanday texnik pasport bor? Bu eski namunadagi pasportmi yoki yangi QR kodli, zamonaviy ko'rinishdagi texnik pasportmi? Mulk huquqi haqidagi guvohnomangiz bormi? Unda elektron kadastr raqami ko'rsatilganmi? Hujjatlar kimning nomida? Agar kvartira sizga meros qolgan bo'lsa va hujjatlar hali ham marhum shaxsning nomida bo'lsa, bu siz uchun dolzarb. Agar sizda zamonaviy, QR kodli texnik pasport va elektron kadastr raqamiga ega mulk guvohnomasi bo'lsa, ehtimol sizga hech narsa qilishning hojati yo'q. Ammo agar bular yo'q bo'lsa yoki hujjatlaringizda eski sana ko'rsatilgan bo'lsa, keyingi qadamlarga o'ting. 2 qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizning birinchi manzilingiz bu davlat xizmatlari markazlari yoki kadastr agentligining hududiy bo'limlari. Aynan shu yerda sizning mulkchilik huquqingizni raqamli ro'yxatdan o'tkazish va zarur bo'lsa yangi texnik pasport olish bo'yicha arizalar qabul qilinadi. Sizga eng yaqin bo'lgan DXM filialiga borishingizni tavsiya qilaman. Chunki ular ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlarni taqdim etishga ixtisoslashgan va u yerda mutaxassislar sizga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsata oladi. 3 qadam. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Murojaat qilishdan oldin quyidagi hujjatlarni to'plab borishingiz shart. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasportingiz yoki ID kartangiz, asl nusxasi va nusxasi kerak bo'ladi. Sizda mavjud bo'lgan barcha eski mulk hujjatlari, eski texnik pasport agar mavjud bo'lsa,
oldi-sotdi shartnomasi notarius tomonidan tasdiqlangan, meros guvohnomasi, hadya shartnomasi va hokazo. Bularning asl nusxalari hamda nusxalari talab qilinadi. Nikoh to'g'risidagi guvohnoma, agar siz turmushda bo'lsangiz va mulk birgalikdagi mulk hisoblansa. Agar siz boshqa shaxsning, masalan, qarindoshingizning nomidan ishlayotgan bo'lsangiz, notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma. Mulkda qayta qurish ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, bu o'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjatlar agar rasmiylashtirilgan bo'lsa. 4-qadam. Jarayon qanday kechadi? Ariza topshirish. DXMga borib, mulkchilik huquqini raqamli ro'yxatdan o'tkazish va agar kerak bo'lsa, yangi texnik pasport olish bo'yicha ariza yozasiz. Mutaxassislar sizga to'ldirishda yordam beradi. Davlat boji va xizmat haqi. Ushbu xizmatlar uchun qonunchilikda belgilangan miqdorda davlat boji va xizmat haqi to'lashingiz kerak bo'ladi. Masalan, mulk huquqini davlat ro'yxatdan o'tkazish uchun ma'lum bir miqdor, texnik pasportni rasmiylashtirish uchun esa boshqa miqdor belgilangan. Bu summalarni DXM xodimlari sizga aniq aytadi. To'lovni kassa yoki bank orqali amalga oshirasiz. O'rganish va tekshirish. Ba'zi hollarda, ayniqsa kvartirada qayta qurish ishlari amalga oshirilgan bo'lsa yoki hujjatlarda nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, kadastr agentligi xodimlari joyiga chiqib, mulkning holatini o'rganib chiqishi mumkin. Bu jarayon bir necha kun yoki haftagacha davom etishi mumkin. Hujjatlarni olish. Barcha jarayonlar yakunlangach, sizga yangi mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnoma va agar buyurtma bergan bo'lsangiz, yangi namuna asosidagi texnik pasport beriladi. Ushbu hujjatlar allaqachon raqamli tizimda aks etgan bo'ladi. Har doim esda tuting, jarayonni kechiktirmang. Aprel oyi oxirigacha qisqa vaqt qoldi va so'nggi kunlarda DXM va kadastr organlarida navbatlar uzayishi mumkin. Bugundan harakatni boshlang. Bir kun ichida hujjatlarni to'plash va arizani topshirish mumkin. Shuningdek, jarayon davomida sizga biror narsa tushunarsiz bo'lsa, mutaxassislardan so'rashdan tortinmang. Ular sizga yordam berishga majbur. Xulosa va yakuniy chaqiruv. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, aprel oyi oxirigacha barcha kvartira egalari uchun juda muhim va dolzarb vazifa turibdi. O'z mulklarining raqamli kadastr tizimida ro'yxatdan o'tganligini ta'minlash va zarur bo'lsa, eski hujjatlarni yangi talablarga moslashtirish. Bu shunchaki rasmiyatchilik emas, balki mulk huquqingizni ishonchli himoya qilish, kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan huquqiy muammolarning oldini olish va ko'chmas mulk bilan bog'liq har qanday operatsiyalarni sotish, meros qoldirish, garovga qo'yish, qulay va muammosiz amalga oshirishga rovidir. Muddatni o'tkazib yuborishning oqibatlari yoqimsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun shoshiling. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Sizning kvartirangizning hujjatlari qanday holatda? Siz allaqachon bu jarayonni boshlaganmisiz yoki sizda hali ham eski hujjatlar mavjudmi? Iltimos, o'z tajribalaringiz va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelajakda ham shunga o'xshash foydali va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni va mulkingizni himoya qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha